Yaxshimizlar do'stlar, bugun sizlarga aylanglarda mushuna o'xshagan yangi mig'iz o'ralmasi etish usulini olib keldim. Yurak imkonsizlarni mendan aymag'aysizlar. Ko'rayotganlaringdek, bunga yana yangi mig'izdan boshqa qolgan kerak materiallarni ekranga tuzib yozib qo'ydim. Shu bo'yicha tayyorlab unimiz bilan elashtirib olgandan keyin videodagidek ushaqchari kalat keltirib olgandan keyin ustiga hamma miqdorda qiytiq bilan tuxumni quyib yo'g'irib olamiz. Yo'g'irib olgandan keyin xamirimizni 20 minut atrofida tundirib olamiz. Ungacha yanqimizni tayyorlab olamiz. Video ko'rsatilgandek yanqini ushaq to'g'rab, ustiga miqdorda shakar, asal, tuxumning iqi asalini aralashtirib, ushaq qilib ezib olamiz. Endi xamirimizni shu videoda ko'rsatilgandek shunday shaklda nibis qilib yeyib olgandan keyin to'pisiga tarib olgan yanqimizni takshi qilib yeyib, shunday yo'gab o'raymiz. To'liq yo'gab bo'lgandan keyin shunday shaklda o'xshash shaklda shunday kesib evasak bo'ldi. Orqadan tuxumning seriqini yuziga takshi surtib olgandan keyin ushaqlab olgan yanqimizni to'pisiga mushtan tekkizib, ko'parimizga ratliq qilib olgandan keyin 180 gradusda 35 minut turg'izsaqlam bo'ldi. Mana bugungi o'xshagan pishiriqimiz tayyor bo'ldi. Aylanglarda cho'qim etib yeb sinab yiqqanlar night addiya etish usuli. Kerak materiallarmi hammasi aylanglarda bor. Amsa yurak berib cho'qim meni qo'shinglar. Har kuni mushunday yengli o'xshagan tamoqlarni, mushunday pishiriqlarni pishirishni o'rganib qo'ymaymiz. Har kun xayr.